Hurmatli o'rtoqlar, mana bugun 8-may. Xotiradan bir kun oldin mana qabristonga shanbalik aytganmiz. Mana shu Shahrobod qabristoniga qarashli o'rtoqlar mana kelib shanbalikka hammasi qatnashyapti. Mana qabrlarni tozalab, qabristonning ichini obodonchiliklarini qarab, mana kelib hamma aholi mana shu qabristonga hozir shanbalik uyushtirganmiz, tozalayaptilar. 8-may har yili bir marta Shahrobod qabristoni tozalanadi. Navoiy viloyati Qiziltepa tuman Ziyokor mahallasiga qarashli bu Shahrobod qabristoni. Mana xalqimiz kelgan aholi mana qabristonni obodonchiligiga qatnashib, tozaliklariga mana tozalab, mana shu aholi soat 6 dan keluvdi. Mana 7 gacha qabrlarni tozalab, o'ziga qarashli hamma joyda mana hozir ketyaptilar. 6 dan 7 gacha aytganmiz. 1 soatga ana tozalab, rahmat shularga qabrlarni tozalab mana ketyaptilar. Kattadan katta rahmat, o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana Shahrobod qabristoni bu. Ziyokor mahalla, Navoiy viloyati Qiziltepa tuman. Mana qabristonga manzarali daraxtlar ekilgan, mana gullar yotib ekilgan. Archa daraxtlari mana 100 dan ortiq qurilgan. Manzarali daraxtlar 1-200 ta manzarali daraxt qurilgan. Mana nasos qo'yilgan, zakashdan suv tashlaydi, qip-qizil cho'l mana obod ko'klamzor qilingan. Hamma mana shu yerga kelib hozir o'zlarini hissalarini qo'shyapti. Rahmat shularga, aholiga. Allohu akbar. Mana qabrlardagi ekilgan mana archa daraxtlariga paqir bilan suv solib chiqyaptilar. Mana shu aholi qip-qizil cho'l bo'lsa ham archa daraxt mana gullarni ekkanlar. Mana shunga paqir bilan suv solinadi mana. Mana shu qabristonni qabrlarga qarashli o'rtoqlarimiz kelib mana qurilgan archalarga mana gullarga suv solyapti. Mana bu yerdan qabriston tozalash ishlari olib boryapti.